restoran, kafe, to'yxona, kiyim-kechak magazin, dachalari bor aka-opalarimizga. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga Instagram, Telegram, YouTube, Facebook shaxsan o'zimizda chiqqan. Bu yerga restoran, kafelarni brendlarini yozib chiqarib bera olamiz. O'sha 2025-yilda ko'proq sotgan modellarimiz bular. Karkas qismini ham отдельный bizdan sotib olsangiz ham bo'laveradi. Korobkada upakovka holatda ketadi. Общий ko'rsatasiz. Xohlagan объемingizda stullarni chiqarib bera olamiz. So'ri deyiladi. Ko'p joylarda tapchan deyiladi. Bularimizni ham sizni qo'yadigan joyingizga, razmeringizga moslab yasab berish imkoniyatlari bor. Aytganimdek, eksport ham qilamiz. O'zimizni va O'zbekistonning ichida ham ko'proq sotganimiz uchun qishni g'amini yozda ye deb mana biz ham chenalarni ham yasab qo'yganmiz. Assalomu alaykum Metalmart obunachilari. Mana bugun Metalmart kompaniyamizni skladiga yetib kelganmiz. Bu yerda hozir restoran, kafe, to'yxona, kiyim-kechak magazin, dachalari bor aka-opalarimizga tegishli bu video. Aynan siz ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda nimalarni ko'rsatib o'tamiz? Tayyor mahsulotlarimiz bor, nalichida. Bilasizlar, Metalmart kompaniyasi juda katta. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga mahsulotlarimizni ko'proq eksport ham qilamiz. O'zbekiston bo'yicha ko'proq nержавейка mahsulotlarini yetkazib beramiz. Xo'p, birinchi stullarimizdan boshlaydigan bo'lsak, stullarimiz Xitoydan kelgani ham bor, undan tashqari o'zimizda tayyorlab ishlab chiqarishimiz ham bor. Xo'p, bularda o'zi aslida silver rangdan gold rangga olib kelishimiz, gold apparatlarimiz ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tganmiz. Instagram, Telegram, YouTube, Facebook barcha platformalarda kanallarimizni yurgizib boramiz. Xo'p, bu mana shaxsan o'zimizda chiqqan. Bu yerga restoran, kafelarni brendlarini yozib chiqarib bera olamiz. Materiallari ham baholasa yaxshi materiallardan. Bunimiz ham mana 4 kun, 5 kun bo'ldi. Yangilik bu ham. Bu tomonini o'zgartirdik. O'zi bu fasonimizdan bor edi, paxta gulli fasonimizdan. Prosta bunaqa suyanadigan tomonini o'zgartirdik. Undan tashqari mana bu stullarimiz ham mana o'zimizdan chiqadi. Mana buni eksport ham qilyapmiz. O'zimizda ko'pchilik manaqa naves idish-tovoq, stol stullar bilan shug'ullanadigan akalarimizga ko'proq beryapmiz. Aynan shu rangi ko'proq ketdi. Bu fasonimizdan mana Andijonda ham ko'p restoranlarimizga berganmiz. O'sha 2025-yilda ko'proq sotgan modellarimiz bular. Bularni kelaverasiz aka. Mana bu tarafda ekan. Xo'p. Karkas qismini ham отдельный bizdan sotib olsangiz ham bo'laveradi. Tayyorlab ham полный komplekt qilib bera olamiz. Xo'p, buni stollari ham bor. Bunisiga qo'shib turib, ularni ham tayyorlab bera olamiz, komplekt qilib. Xohlang siz agar o'zingiz ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, pastda nomerlar bor, nomerlarga telefon qilsangiz, karkasini ham отдельный chiqarib bera olamiz. Xo'p, bitta bu modeldan emas, u model o'zingizda bo'lsa rasmlari bizga tashlasangiz, karkas holatini bemalol ishlab chiqarib bera olamiz. Объемni qizig'i yo'q. Juda katta объемda yetkazib bera olamiz. Mana bu ham klientlarimizga tayyorlanayotganlari. Suyanish qismlari qatirib chiqarilyapti. Undan tashqari bu yeri отдельный ketadi. Korobkada upakovka holatda ketadi. Mana buni orqa tomonlari qatirilsa bo'ldi. Buni shunday jo'natamiz. Bu tomonini restoran, kafelarga tushgandan keyin pastlari qatirilib joylashtirib beriladi. Xo'p, mana bu tomonlarni ham общий ko'rsatasiz. Xohlagan объемingizda stullarni chiqarib bera olamiz. Modellarni ham tashlaysiz. Modellarni ham ko'rib turib tayyorlab, tez va sifatli qilib chiqarib beramiz. Xo'p, undan tashqari bu tomonga o'tamiz. Mana bu tomonda korobkada ketadi dedim. Korobkada mana bu holatda ketadi. O'tiradigan qismlari mana borgandan keyin bemalol qatirib, chiroyli holatda sizga jo'natiladi. Hop, bu tomonda dacha qilayotgan akalarimiz yoki hovlilarga
Mana tapchanlarni ham почти yarim tayyor holatda yasab qo'yganmiz. 3 metrga 2,5, 3,5, 3,2 holatda yasalgan. Buni ham fasonlari har xil. Mana bu fasonimiz arqon balasina aralashgan bo'lgan. Bu tomonda balasina soqqa fason aralashgan bo'lgan. Bu tomonda mana gold soqqalisi goldda bo'lgan. Balasinasi bilan bir xilda bo'lsin deb turib qilganmiz. Bu tomonda mana balasina silver rangda soqqali bo'lgan. Bu tapchanlarimizni ham bizda endi vodiyda so'ri deyiladi. Ko'p joylarda tapchan deyiladi. Bularimizni ham sizni qo'yadigan joyingizga, razmeringizga moslab yasab berish imkoniyatlari bor. Chunki nimaga? Biz O'zbekistonda barcha viloyatda filiallarimiz bor, ustalarimiz ham bor. Filiallarimizga aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi, call centrimizga aloqaga chiqsanglar ham bo'laveradi. Ustalarimizni jo'natamiz, ustalarimiz chiroyli holatda yasab beradi. Fasonlarni o'zingizlar tanlasanglar bo'ladi. Fasonlarni ham bir 20-30 xil modellari bor. Mana tagida ko'rsanglar, balonlari ham mana yaxshi holatda, eng sifatlisi qo'yilgan. Buni ham tormozlarini ham o'zingizlar nima qilsanglar bo'ladi. Buni ham modellari high-tech bor, klassika, neoklassika hammasidan bor, tayyorlab beramiz. Restoran, fast food sohasi bilan shug'ullanadigan akalarimizga mo'ykalarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Buni ham yasab olib qo'yganmiz, chunki aytganimdek eksport ham qilamiz. O'zimizni va O'zbekistonning ichida ham ko'proq sotganimiz uchun bizda zapas turadi. Xohlagan paytda telefon qilib kerak deydigan bo'lsangiz, jo'natib yuborish uchun shunaqa skladlar qilib qo'yganmiz. 2-3 dona. Bu bitta skladimiz. Xo'p, mo'ykani ham tanlasanglar bo'ladi. Bittaligi, 3taligi mana joylariga qarab turib yasab qilib bera olamiz buni ham. Taxtalarimiz. Buni ham o'zingizlar joylariga moslangan holatda. Buni Navoiy akalarimiz ham ishlatadi ko'proq. Bu narsamizni ko'proq konditor, Navoiyxonada, kafe, restoranlarda ishlatsanglar bo'ladi. Mana ko'rganinglardek bu 3 qavatligi, bu 2 qavatligi. Mana razmerlarini ham to'g'irlab qilib bera olamiz. Kiyim-kechak bilan shug'ullanadigan aka-opalarimizga bu tomonda mana garderobimizni juda ko'p tayyorlab qo'yganmiz bundan. Nimaga tayyorlab qo'yganmiz? Buni silver rangi, gold rangi ham bor. Bu hammasi hozir silver rangda. Agar sizga gold rangda kerak bo'ladigan bo'lsa, bittani olib, gold apparatimizni kirgizib, sizga jo'natib yuboradigan holatga olib kelib qo'yganmiz. Buni ham modellari juda ko'p. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Modellarini hozir 5-6 xillaridan ko'pginadan mana tayyorlab qo'yganmiz. Undan tashqari bu narsamiz qolib ketibdi. Restoran, kafelar uchun teleshkalar. Teleshkamiz ham oynaligi bor, nerjaveka listdan qoplangani bor. Buni meditsina sohasida ishlatsanglar ham bo'ladi. Doktor akalarimizga, klinikasi, xususiy klinikasi bor aka-opalarimizga. Mana buni ham dizaynlari o'zi bir 10 xil dizayni bor edi. Hozir bir 4 xil, 5 xildan qolibdi bu yerda. Hozir yana ishlab chiqarish jarayonlarida bu narsalarimiz bor. Sizlarga menga mono modeldan kerak deydi deb rasmini tashlab beradigan bo'lsanglar, bemalol uni ham tayyorlab beramiz. Mana jurnalning stollarimiz ham karkazlari tayyor. Sizlar karkazini sotib olmoqchi bo'lsanglar, karkazini ham yetkazib beramiz. Ustiga miramirdan, oynadan qo'yib sizlarga yetkazib berishimiz mumkin. Buni ham call centerlarimizga aloqaga chiqsanglar, tayyor holatda rasmlarini olib qo'yganmiz. Rasmlarini jo'natib beramiz. Undan tashqari mana basen uchun mana shotlarni ham qilib tayyorlab qo'yganmiz. Bemalol zakaz qilib olib ketsanglar bo'ladi. Yana kamiga spalni ham yasab olganmiz bundan. Mana 1 kishilik spalnimiz, 2 kishilik spalnimiz. Mana ustiga shunday matrasni qo'yasiz, bemalol yotaverasiz. Razmerlarini ham bu ham aytganimdek tayyorlab alina qilsanglar bo'ladi. Sushilkalar mana ko'rishingiz mumkin. Sushilkalarda ham bir 6-7 xil modellari bor. Bularni ham tayyorlab qo'yganmiz.
Bu narsalarimizni ko'pini egalari ham bor. Ularga sekin-sekin kunda tovar chiqib ketadi bu yerdan, o'rniga yangisi yasalib olib kiradi. Hozir bu tovarimiz jicha ozayib ham qolibdi. Bu restoranlar uchun hozir rosa moda bo'layotgan stolimiz. Buni ust qismini hozir mana videoda ko'rib turganingizdek aylanadigan qilsangiz bo'ladi. Buni ham silver rangi bor, gold rangi bor. Buni tayyorlab qo'yganmiz. Chunki restoranlarimizga juda ko'p so'rashayotgani uchun tayyorlab bu yerga terib qo'ydik. Buni ham ikki xil razmeri bor. Bu jicha kattarog'i, bu kichikroqi. Buni ham ustiga oyna MDF dan qilsanglar bo'ladi, aylanadigan holatda bo'ladi. Mana nomi nima edi? Konsol-a? Manadan boshlaylik. Hop, bittasini ochib olaylik. So'kinmaysizmi? Ha? Hop, bularimiz mana konsollar. Konsollarda ham 3 xil, 4 xil modellarida tayyorlab qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana konsollarni tayyor holatga karkasini ham sotib olsanglar bo'ladi, tayyor holatda ham yetkazib beramiz. Buni ham ustiga oynali yoki granit qildirsanglar bo'ladi. MDF ja aytmasa kerak, bu narsalarimizga silver, gold holatda bor. Mana bularni ham karkas holatda bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Hozirgi high-tech fasonda, klassika fasondagi uylarimizga juda ham yarashadi. Undan tashqari qadrdonlar, bizda juda ham mahsulotlar ko'p. Agar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldirganman. O'sha nomerlar orqali bemalol aloqaga chiqib zakaz bersanglar bo'ladi. Mana qishga ham kelingda aka, mana. Hali qishni g'amini yozda ye deb mana biz ham chenalarni ham yasab qo'yganmiz. Chenalarni ham oldindan zakaz berib olib kelsanglar bo'laveradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizda ham qishga tayyorgarlik bo'ladi-da, shunga yozda yeyapmiz qishni g'amini. Qadrdonlar, agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizlarga ushbu mahsulotlarimizdan kerak bo'lsa, bemalol call centerlarimizga yoki filial nomerlariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatda filiallarimiz bor. O'zingizga yaqin filialdan bemalol zakaz qilsangiz bo'laveradi. Filiallarimizga ham yetkazib berganmiz, obrazец sifatida ham bor, skladida ham turadi bu narsalar. Bo'ldi, salom.